3 xonali 90 kvadrat metrga tushgan novostroykaga kelganmiz. 8 qavatli binoning 2-qavatida joylashgan 90 kvadrat metr. Xo'p, kirib kelishimiz bilan bizani mana shunaqa kengina koridor kutib oladi. Prixojniy shkaflarni ko'rishingiz mumkin va mana bunaqa shohona kresloni bemalol mehmonlar uchun tayyor qilib qo'yishgan ekan. Hamma xonalarimiz razdelli, mehmonxona qismidan boshlab ko'rsatib o'taman. Kengina mehmonxonani ko'rishingiz mumkin. Mягкий zonalar turibdi. Bu yoqda chiroyli qilib stol zonasi, televizor, konditsionerlargacha tayyor holatda turibdi. Hamma xonalarimiz alohida. Bu yog'imizda desa ayollarimiz yoqtiradigan kengina oshxonani ko'rishingiz mumkin. Bunda ham kuxonniy mebellari tayyor, Hoffman brendiga taalluqli texnikalar va buni o'zini navisnoy balkoni ham mavjud ekan. Bu yog'imizda bitta detskiy yotoqxonani ko'rishingiz mumkin. Ixchamgina shkaflari qo'yilgan tayyor holatda va bu xonada ham o'zini bitta navisnoy balkoni bor ekan. Hop, bu yoqda esa master yotoqxona, ya'ni kattalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Kengina двухспальный shkaflari tayyor va bu xonada ham oynasi bor, ya'ni hamma xonada oynalari mavjud. Gloxoy xonani o'zi yo'q. Va tualet vannamiz razdelni joylashgan. Video davomida ko'rib o'tib ketasizlar. Xonadonimizda 127 ming AQSh dollari so'ralyapti. 90 kvadrat metr, Chilonzor 14-kvartal, Arenterga Cho'ponota Atlantda berib yuborsak bo'ladi. Opsiyonida nomer qoldiraman, batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.